Mandarinning po'chog'i, shogirdimning cho'chqasi. O'rtog'im 20 yillik musallas berdi. 2 kilo go'shtga pul bo'lsa borib maydalar. Ummonlashasini eshitdi-da. O'zimga yangi shogird oldim, ustoz. Ya, o'zi hali shogirdsan-ku, bor ko'chani supurib qo'ylaring. Eshitmadingmi? Bor ko'chani supurib qo'y. Ish bo'lishi zo'r ekan. O'ng tarafda nimadir shig'irlayapti, qaravorlaring. Ha, tegali shoxana. O'zi egilib qaradingizmi mashinani? Salla egilib qaraysanlar, masallaga nima olib keldi mashinani? Ya. Shogird 2 kilo go'sht aniq. To'q ham chiqib ketishimiz mumkin. Ustoz, yama siqirsiz-da. Aldar ko'sa borib, o'shanga qarindoshlik joyiz yo'qmi? Jim bo'l, bor mashinani ko'tar. Nima qilib tursa, bor mashinani ko'tar. Hozirgi shogirdlarga ham hayronsan, ustoz. Shoxi bildirini olib tashlaring. Antifrizga ham qarab qo'ylaring. Bo'pti, antifriz olib kelib quyib qo'ylaring. Naqd pul olib kelmaysanmi? Maqtulsonda bor antifriz olib kel. Antifriz qanaqa bo'lardi? Baklashganda qizil bo'ladi. Hop. Dangasi bo'ladi. Ha, mana shu bo'lsa kerak. Ustozlarga hadoviga polni karcha urdirdik. Rezinkaga sut yegandan keyin yumshaydimi? Keyin egasiga hadovingiz ham qilib berdik deb soqqasini olamiz. Ha, mo'ka qilgandan keyin mashina yumshoq yurishi shundan ekanda. Ish qilib bo'lgan bo'lsalaring, yigitim tekshirib oladi. Ustoz, ata to'q sho'rva arzonga sotar-ku. Nega? Hozir men yigitni urib jag'iy sindirib tashlaydi-yu. Ovqat chayna olmaysiz, menga yengil bo'lardi-da. Ursin, unga pul olamiz. Ne ish bo'ldi, bolalar? Yigit qatar topgan bu. Hamma ishi yetadi. Bor musallas olib ket. Shogird baklashkada korobkani oldi, musallas olib kel. Ha, 2 litrli baklashkadigini aytosizmi? Antifrizni bo'ylab mashinaga quyib yubordim. Yuvardi ustoz mashinangni. Shogird ish buyur, ketidan o'zi yugar. Shogirdga ish buyur, ketidan o'zi yigit. Okey. Yana nima derding? Nima deng? Saysonbir. Sasiya gapir. Ota zo'ra keldi. 10 degan. 10. Qo'yamga qo'y. Sabago aroni zo'ri buni pochcham Xaxolladan o'rganib kelganlar. Maza qilamiz. Bugun bir toqqa chiqib maishat qilar ekanmiz-ya. Dachaga pulimiz yo'q, ustoz. Shogird, mana darvozadan mashina kirdimi? Demak, dacha hal. To'qqa ketyapti, mashina tortmayapti. Injektor tozalavorlaring. Qilib beramiz, xo'p bo'ladi. Bu odam mashinik adamni aldab ketgan. O'zi jan joyiga kelibdi-da. Bunaqalar jazosini mana biz beramiz-da. Bu injektorni puli dachaga yetmaydi-ku. Shoshma shogird. Bular ham toqqa ketyaptimi? Biz ham toqqa ketyapmiz. Shuning uchun antifriz olib to'kib tashlaringni, o'rniga suv qo'yib qo'yiladi. Tog' minus to'g'rimi? Suv quysa muzlaydi, pompa ham muzlab qoladi, zavat qilsa klapni qiyshib ketadi. Keyin mashinasi bizilib, bizga telefon qiladi, tuzatib bering deb. Biz shahardamiz, borishimiz qimmat deymiz, narxini 2-3 barobarga ko'taraveramiz. Bu aslida o'zimiz tog'da bo'lamiz. Voy ustoz, yama siqatsiz-da. Shu isqat qo'ylar oldi miyasiga keladimi, orqa miyasiga keladimi? Suv qo'yib qo'y tez-tez. Men siz ish etsangiz qilmayman. Men o'zim ustozim ish etsalar qilaman. Ustoz, shogird tarbiya qilishni o'rganing. Hozir o'rgataman senlarga, tez-tez qil. Voy. Mana tayyor suv bor ekan-ku. Suv quyib qo'ydim. Yasha. Aka mashinasi tayyor. Mana bizani vizitka, nabalo kerak bo'lib qoldi. Libbo joyga xizmatga ham boramiz. Xizmat haqida ish bo'ldi. Suv qo'yavering, yer dumaloq hali ko'rishib qolamiz. Aniq ko'rishamiz. Akili, Captiva'ni kalotkasini almashtirib beringlar. Xo'p bo'ladi. Ustoz, boy ekan, qarib qo'lida tilla soat bor. Yediramizmi? Bunaqada klient qochib ketib qoladi bizda. Keriz ading yediramiz. Yama tillaysiz-da, ustoz. Balonni yech. Yaxshi. Nima dedi? Balonni yech. It gibi yurar, it quyrug'iga. Akili, qancha bo'ldi mendan? Yaxshi inson ekansiz, sizdan pul olmaymiz. Faqat bitta bag'riga bosing, kamga o'shirgansiz. O'rdingmi, shogird ustozimni hamma iflos deydi, lekin ustozim qalban pok inson. Ustoz, lekin mardlik qildingiz, qoyil qoldim. Qoravoy, insondan yaxshilik qoladi. Ay, onasini emsa, etdim nega pul olmadingiz deb. Yamas qilsiz-da. Voy, mana ichidagi sabago aro qani? Qani? Voy, u aromidi. Men boy suvni bo'ylab jentraga quyib yubordim. Qoravoy,
mana shu shogirdingni imijimida bo'g'ib o'ldirib yuboramizmi? Mashina masla. Pulni navorot qilingan. Boshda menga yo'qdi, men olaman. Men olaman, sizdan Men olib olaman. keldimmi? To'xtang. Mashina zaklab berganniki bo'ladi. Mana zaklat, men beraman $900. Endi qarang, mashinani olmasangiz zaklatingiz kuyadi. Roziman. Aka, mana shu mashinani oldingizmi? Ha? Yo'q, o'zingiz bilasiz, bu mashina dumalaga olmaganingiz ma'qul. Voy, hozir shuni $400 zalogimga uxlab ketamanmi? Okajonim, rimliklar bir gapi bor. Zalogga uxlasang uxlagin-u, lekin moshxo'rdani qatiqsiz ichmagin ishga. Voy, u menga yeb qo'ygandan ko'ra $400 zakatga uxlaganingiz yaxshi. Tamam, o'zingiz bilasiz. Unda qaytarib bera qolaman. Okay, men bor uzr, mashinani ololmaydigan bo'lib qoldim. Men senga aytganman-ku, zaklat qoladi unda. Kerak emas zaklat, men roziman. Qani ustoz bopladimi? Boplading. Mana senga. Ustoz, shu bitta mashinamni ikkita yashamdan beri sota olmayapman. 8000 bo'lsa berib yuborardim. Eshigida sal kraskasi bor. Har hol ustozimsiz, bir yordam qiling, bozor borsa siz. Lekin bitta yo'li bor. Mashina masla. Navorot qilingan. Malibu rul, Malibu bar. Mashina masla. Maslani men aytib bo'ldim. Zato betazablarga to'la. Otam, rimliklar bir gapi bor. Qiliching o'tmas bo'lsa, lekin qora jentren bo'lsa. Mashinani kraskasi top-toza. 10 mingga berib yuboraman. Mashinaning kraskasi bo'lsa-chi? Kraskasi bo'lsa, $1000 o'taman. $1000. Unda men bitta tekshirtiring. Mashina eshigida ozgina kraskasi bor ekan. Ana, kraskasi bor ekan. $1000 o'tib bermasangiz bo'lmaydi. Yo'q, mayli, o'tdi $1000. Mana, barakasini bersin. Ustoz, sanatingizga qo'yil. Haqiqatan ham bozori bo'lsa siz. 8000 ga sota olmagan mashinamni 9000 ga tiqib yubordingiz, Aytdim, bu shogird yo'li bordim senga. Ustoz, mana mash klientni yedirdim. Nima qilding? Mejigar pultini batareykasini uxlatib yubordim. O'sha uyaltirib o'tsan, o'zi zalga chiqqaningga 1 kun bo'ldi. Nima qilyapsan? Qo'l orqasiga ishlayapman, aralashma. Aka, joy yo'q-ku ko'ryapsiz, oyoqqa o'tiring ishlayapman. Protein ichadigan vaqtim bo'ldi. O'rtoq, protein zararu. Ertaga uylansang, qo'y xotin bugun uxlay qolaylik, deydigan bo'lib qolasan. Zarar emas. Azbratan dabro berganlar menga. Qaysi aziz? Azizit, kecha ko'p ishlaganmiz okam bilan. Keling aka, nima yeysizlar? Menga bir porsiya nora, qaysi bilan? Sen nima yeysan? Men pepedan o'rtoq. Nima u pepe? Правильный питание jigar. Oka mengacha banan, yogurt, keyin karomli saltam olib keling. Stulni qo'yib qo'y, nima qilyapsan? Qo'limga ishlaman, qisib tut. To'xta oka, keyincha bir qop to'la kartoshka olib keling. Nima qilasiz? Yelkamga qo'yib oyoqqa ishlayman. O'rtoq, yo'lda turmay g'oz boshda urib ketadi. Yo'lini topib oladi. Yo'lingni topolmayapsan, bu qota. O'rtoq, nega urmading? Zalga chiqyapsan, mushaylaring ishlayapsan-ku. To'g'ri. Lekin to'q ishlamaganman de. Voy, o'rtoq, lekin tillam tako'yini oldi. Tako'y emas, qichig'ini oldim. Bu tillani oldik, taksiga qanaqa pul topamiz? Yo'q-ku pul. Taksiga? Voy, yo'li bor. Shundoq taksi chaqiraman-da, hamma danilari chiqadi-yu, shundoq eski yigitim yasab olaman-da, manzilimizga yetib olamiz. Voy, yomon yuplosan lekin. Voy, Mirzohid aka. Kim edi bu? Sevgimizni unutib boribsiz-a? Yo, men sevgimizni unutmayman, lekin sizni sal taniy olmayman-da. Ismingiz Mirzohid, familiyangiz G'iyosov. Jabbar ekan o'g'illarisiz bizning sevgimizga qarshilik qilgan. Yo'q, hamma ma'lumotni to'chin uryapsiz. Lekin baribir taniyman sizni. O'rtog'im bilan juda ham qattiq sevishgansizlar. Qarang, xafa bo'lib yurishini tashib ketganingizdan keyin. Mirzohid aka, banan yaxshi ko'radingiz. Hali ham shunaqami? Balani hamma yaxshi ko'radi-yu. O'zi qatdan kelyapsizlar qizlar. Mana tilla oldik bugun. O'rtog'im alamini shoppingdan olmoqda. Rahmat Mirzohid aka, yaxshi qoling. Yo'l haqini bermaysanmi 40 ming so'm? Oldindan pastligingiz qolmabdi. Sevgini hurmati yo'qmi? Xayr. Bo'pti, men roziman. Sizlar ham rozi bo'lib qo'yinglar. O'rtoq, lekin yomon. Voy o'rtoq,
Tillang qani? Bular o'zicha taksichilarni yedirmoqchi bo'ladi. Voy, sen shohida yursang, biz bargida yuramiz. À tes côtes, la plaque, Marie-Son, ça décoiffe. À côté de la plaque.